Angliyaliklar tez sotaman profilda bugun sizlar uchun arendaga joy topib qo'ydik. Bu joyda hamma biladi. Bu oldingi Bahor kafesi bo'lgan joy arendaga berilyapti. 250 kvadrat ekan. Hozirchini sizlarga ko'rsatib chiqaman. Kirishimiz bilan shunaqa bizni koridor kutib oladi. Bu joy o'quv markazi bo'lib ishlagan ekan, Back English. Shuning uchun o'quv markaziga mo'ljallangan. Juda ham keng. Agar bu devorlarni olib tashlasa, katta zal bo'lar ekan. Oldin kafe bo'lgan. Mana xonalarimiz hammasi keng, o'quv xonalari qilingan. Yorug' tushadi. Bu mana birinchi xona, mana bu ikkinchi xonamiz. Keng o'quv xonaga mo'ljallangan. Uchinchi xona. Agar bu xonalarni hammasini olib tashlasa, zal bo'lar ekan. Bu joyimiz mana keng, yorug', yaxshi remontdan chiqqan. Bu tomonda esa ikkita svetini yoqamiz. Svetini yoqganimizda mana bu yoqda ikkita xonachasi bor. Tak. Buni agar kompyuter, PlayStation ochaman deganlarga ham juda ham yaxshi qo'l keladi. Bu tomonimizda svet, suvdan muammo yo'q ekan. Bu yerda tualetlar 3 talab bor ekan. Bemalol yana ko'rib olasizlar. Joy keng ekan.